Oila ko'p bolali, boquvchisi yo'q oilalardan shunday yetimlar oramizda qiylanmasin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlarni kuzatayotgan aziz birodarlarimiz, biz mana Ramazon karvoni loyihamizni oxirgi mana shu Ramazon ichidagi pravda olib kelishlik loyihamizni shu Gulbahor aylida yakunlamoqchimiz. Bunda 5 ta semiyaga kelib, bularda nimalar olib keldik, sizlarga tanishtirib qo'yaylik. Bu yerda og'iz ochish va og'iz yopishlik uchun bo'lgan barcha shirinliklar, mana bu yuvishlik moslamasi, bir opamiz Mila sovg'a qilgan, ehson qilgan qandlar, xurmo, makaronlar, tuz, pecheni, guruch, endi jamiki qisqasi hammasi bor. 5 litrdan yog' bor. Bu yerda non bor birodarlar. Bir opamiz, magazinchi opamiz shu vaflilardan ham ehson qildi. Bundan tashqari devzira guruch bor, dehqonlarimiz ushur dehqonchiliklaridan bir jo'rachli birodarlarimiz ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ham ko'p shu tifallardan ehson qilishgan. Bu tifaldan bor. Har bir oilaga beryapmiz bundan. Bir dehqon akamiz ushur qilib sabzilaridan bergan. Kartoshka bor. Piyoz bor. Doimgidek kerak bo'ladigan bumaga bor va har bir oilaga bir qopdan un bor. Bu unda bir birodarimiz ro'za fitr qilib bergan. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz oilalarga kirib отчетini qilib boramiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qandaysizlar? Bu oila ko'p bolali, boquvchisi yo'q oilalardan shu sizlarga aravon elimiz butun shu yig'ib iftorlik, saharlikka Ramazon kerveni deb bir loyiha tuzganmiz. O'sha olib kelishdi. Yaxshi kundorga jeb duo qilib qo'ysinlar, ehson qilganlarga. Mayli. Xo'p, birodarlar, biz keyingi semiyaga kelganmiz. Alloh taolo fazli bilan akalar pravdalar tushiraveramiz. Alloh taolo bu qilingan ehsonlarni o'zi qabul qilsin. Ejamiz ozgina tortindi. Alloh taolo siz ham farzandlaringizga o'zi barakotini yog'dirsin. Ular katta bo'lsin, elimizga, dinimizga xizmat qiladigan bolajonlardan bo'lsin. Bular ham shu aka-ukalarimizga o'xshab ehson beradigan cho'ng jigit, cho'ng qiz bo'lib, Alloh taolo sizlarga ham yengil bir yaxshi hayotlarni nasib qilsin. Amin ya robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizda Gulbahor aylida bu ovomiz o'zi yolg'iz yashaydi. Hech kimisi qolib olgan jonida. Biz xabar olib, duosini olib ketayin deb keldik. Odamlar biz yana Gulbahor aylida bu semiyamiz ham o'zlar kvartira turadi. 5 semiyasi bor, boquvchisi yo'q. Alloh taolo qilgan ehsonliklarni o'zi qabul qilsin. Shu omonatlarni bu semiyamizga olib kelib topshiryapmiz inshaalloh. Bu yerda bardig'i bor, Xudo buyursa bayramlarni yaxshi o'tkazinglar. Alloh tutgan ro'zalaringizni qabul qilsin. Ehson qilganlar haqlariga duo qilib qo'ysizlar. Xo'p. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Biz yana Gulbahor aylida oxirgi semiya 5-semiyaga yetib keldik. Bu yerda ham boquvchisi yo'q, 5 ta farzandli yashashadi. Alloh taolo bu oilaga ham o'zi sabr bersin, o'zi yengillik bersin. Biz so'zlashishda ishlaydigan ejamiz, akamizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Doim Alloh taolo bizni shunday yaxshi solih amallarda birga qilsin. Alloh taolo qiyomat kunida ham jannatlarida hammamizni birga jamlasin. Alloh taolo doimo shu birodarimiz ham, akamiz ham biz bilan shunday yelkama-yelkab yuraversin. Doimo shunday bir sahiy birodarlarimiz ko'payib, ehsongo'ylarimiz ko'p bo'lib, shunday yetimlar oramizda qiylanmasin. Otasi yo'qlar, onasi yo'qlar va boquvchisi yo'qlar qiylanmasin. Birovning ko'zidan yosh oqmasin. Alloh taolo barcha qiylangan oilalarga o'zi nusratini, yengilligini bersin. Alloh taolo tutgan ro'zalarimizni o'zi qabul qilsin. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.